İtaliyalik jurnalist, Xalqaro oila xabarlari jurnalining bosh muharriri, Zimiston jurnalining mas'uli Marko Respenti 15 mart maqola e'lon qilib, Xitoyning natsistlar Germaniyasiga o'xshash irqiy qirg'inchilik qilguvchi ekanligini ilgari surgan. Marko Respenti maqolasida Amerikadagi New Lines strategiya va siyosat institutining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Xitoyning 1948-yildagi irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga xiloflik qilishini tekshirish mavzuliq dokladini analiz qilgan. Marko Respentining ta'kidlashicha, Zimiston jurnali tarqalishga boshlagan 2018-yildan buyon Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligiga oid dalillarni to'plashda intayin ehtiyotchan bo'lib kelganligini, chunki irqiy qirg'inchilikning undaq yenik ishlatiladigan so'z emasligini bildirgan. Marko Respenti maqolasining oxirida Xitoyning harakatining barliq qonuniy o'lcham va insonlarning tonishida bir irqiy qirg'inchilik ekanligi, biroq Xitoy dunyoning turg'izgan bu qonuniy o'lchamlariga davomli xiloflik qilamdi. Xitoy natsistlar Germaniyasidan farq qilamdi. Xitoy hokimiyati demokratik davlatlarning sherigi bo'la olamdi degan savollarni qo'ygan. Farzandlarining izdiyrkini qilish maqsadida Anqaraga piyoda yurish qilayotgan 5 Uyg'ur ona Turkiyaning Kocaeliga yetib bordi. Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan Uyg'urlarning oilasini parchalash, Uyg'ur farzandlarini bolalar lagerlariga solab assimilyatsiya qilish, Sharqi Turkiston xalqining chet el bilan bo'lgan aloqasini cheklash qilmishiga qarshi, shundaqla 5 yildan beri xabarini ololmagan farzandlarining davosini xalqaro jamiyatga kun tartibga keltirish maqsadida bir turkum Uyg'ur onalar 8 mart kuni Anqaraga qarab piyoda yo'lga chiqqan. Navbatda ular Turkiyaning Kocaeli tavalligida safarini jafoliq davomlashtirmoqda. Xitoy taratqullari ijtimoiy taratqulardan foydalanib, O'rta Osiyodagi turk jumhuriyatlari Xitoyning bir qismi degan qarashni tarqatishga boshladi. İjtimoiy taratqularda tarqalgan sinalg'i ko'rinishida O'rta Osiyodagi Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston qatorliq 5 Turkiya jumhuriyati asosan Uyg'ur tilida so'zlaydi. Uyg'urcha so'zlaydiganlar bu davlatlarda qiyinchilik uchirmaydi. Chunki bu 5 davlat Tang, Yuan va Qing sulolasi davrida Xitoy zaminining bir qismi edi deyilgan va Xitoy shoiri Li Beining Qirg'izistonda tug'ilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Ilgari Xitoy taratqullari Qozog'iston nemishqa Xitoy cho'ng quruqligiga qaytib kelmaydi degan mavzularda maqola e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasining turklarga qaratgan yomon g'arazlarini oshkorlagan edi. Qozog'iston hukumati Xitoyning Qozog'istonda turishliq bosh elchisini chaqirtgandan keyin bu maqola o'chirilgan. Kuzatuvchilar Xitoyning 1949-yili Sharqi Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin ko'zitini O'rta Osiyoga tikkanligini va bu davlatlarning Xitoydan texmi ehtiyot qilishi kerakligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken va davlat mudofaa ministri Lloyd Austin Yaponiyaning poytaxti Tokioga keldi. Bu ularning chet eldagi tunji ziyoratining Yiroq Sharqdagi Amerika ittifoqdoshlari bilan bo'lgan hamkorligini taraqqiy qildirishdagi tunji bekitdi. Bayden hukumatining yuqori darajalik diplomati va mudofaa amaldorlari Yaponiyadan keyin Koreyada ziyorati bo'ladi. Bu ziyoratning maqsadi rayondagi ittifoqdoshlari bilan ta'sir doirasini oshirayotgan Xitoy va sukutda turgan Shimoliy Koreyaga qarshi hamkorlikni kuchaytirish. Blinken bilan Austin chorshanba kuni Koreyaning poytaxti Seulga qarab yo'lga chiqishdan burun Yaponiya tashqi ishlar ministri Toshimitsu Motegi va davlat mudofaa ministri Nobuo Kishi bilan ko'rishdi. İki ministrning Yiroq Sharq ziyorati Amerika, Yaponiya, Avstraliya va Hindistondan tarkib topgan 4 davlat mexanizmining tunji qitimliq boshliqlar yig'inidan keyin boshlandi. Sokolum Tinchlik tadqiqot o'rnining dokladida aytilishicha, Turkiyaning yaqinqi 5 yilda qoral importi undan burunqi 5 yilga qaraganda %59% tuvanlagan. Bu organning xabar qilishicha, buningdagi eng muhim sabab Turkiya Rossiyaning S-400 havo mudofaa sistemasini sotib olgandan keyin Amerika 2019-yili F-35 tipli aeroplanlarni sotishni to'xtatgan. Shuning bilan birga Turkiya yerlik ishlab chiqarishni oshirib, Turkiyaning qoral importiga tayinishni azaytgan. Dokladga qaraganda yaqinqi 5 yilda dunyodagi eng chong qurol yarog' eksport qiladigan Amerika yer shari qurol yarog' eksportidagi ulushini %75% ga yetkazgan.
Amerika bilan birga Fransiya va Germaniyaning eksporti oshgan bo'lsa-mu, Rossiya va Xitoyning qurol setilishi tuvanlagan. Saudiya Arabiston birinchi o'rindagi qurol setib olguvchi davlat o'rnini saqlagan.